Qo'y bozor ham salgina yengillab qoldi. Endi syomka qilamiz. Soatimiz 11 ga yaqinlashib qoldi. Juda mol ko'p edi bozorda. Ertalab mana balanddan ham ko'rsatdik. Endi sekin-asta syomka qilamiz. Qulayroq joy chiqsa agar o'zimiz ham bitta qo'chqordan olib olamiz. Bugungi sanamiz 2025-yil 31-may sanasi, hafta kuniga shanba, Surxondaryo viloyati Muzrabot Zangmol bozor. Qo'y-qo'zi narx-navosini Qurbon hayitidan oldin sizlarga ko'rsatamiz. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalda yo'qotib qo'ymaslik uchun esa podpiska tugmasini ham bosib qo'yasizlar. Boshlaymiz videolarda. Narxlar lekin juda qimmat bo'lishi kerak. Oldindan taxmin qilamiz. Yaxshimisiz? Qancha qoldi bular? Umid. Buni 24 so'rayapti. Aha. Buni 23,5 so'rayapti. Buni qo'chqar, buni irg'ochi. Mana 24 ga 23. Buni 23,5 so'rayapti. Mana savdo. Umid oliver bo'lsa jo'natib qo'yaman. Bo'ldi. Qancha so'ralyapti bu? 41 so'rashdi. Yo'q, ha? Bunisi-chi? Bir joyda 4 million. Bir joyda 4 milliondan. Voy, yaxshimisiz? Sizni yana bor deyapti. Bizda bor, u qimmatga ola olmaymiz-da. Va qo'shqorlar qanchadan ketdi? Qanchadan? Qaytgan bilan endi foydasi yo'q, sotish kerak bozorda. Qanchadan bo'lyapti bular, rais? 5 deyapmiz. Ha. O'tgan katta qo'chqor bor. 5 deyapmiz. Xayrlarga o'tamiz 300 300 xayriga 5 o'tadi. million o'tama xayriga. 4,5. 4,5 bo'lsa beraman. Ona bolani ham 47 bo'lsa beraman. Qarolta 47 bo'lsa beriladi. Mana. Ey yashang. Bolasi erkakmi? Urg'ochi katta bo'lsa mana. Oh. Zo'r. Qo'chqorlarni Barakasini bersin. Charchamang. Qancha bo'lib qoldi qo'chqor? Qancha? 4 million 300 ga to'xtadi. Mana akalarimiz ham bitta videoga tushib olayim dedilar. Marhamat eting. Bu qo'ylar qancha bo'ldi? 3,5 olindimi? Mana. 3,5 dan olindi. Davom etamiz. Ko'k qancha ekan? 5 million. So'rashdimi? So'rashdi. Qancha? 4,5. 4,5 million so'rab turibdi. Bunichi? Buni 3 so'radi. Bunisi qo'chqorimiz qancha bo'lib qoldi? Olindimi? 5,5 olindimi? Yo'q, sotilyapti. 5,5 million. Oh, qancha bo'ldi takam? Taka 2 ga oshyapti. 2 dan oshyapti bermayapsizmi? Zo'r bo'pti. Va qancha bo'lib qoldi aka? 4,5. 4,5. Endi qanchaga beramiz? 43 bo'lsa. 43 bo'lsa beramiz. 38 larga bo'lmaydimi? Bering olib ketay. O'zi 35 kilo yuki bor-da, ko'p bo'lsa. 38 bo'lsa bizga o'tsin mol. O'zingiz bilasiz. 3 million 800 so'radim. Endi echkilar qanchaga olindi? 3 million 500 manimcha. 2 million 350. Mana qo'chqorlar bu tomonda bor. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi? Savdochi 36 dan 3 million 600 dan. Qaysi? Mana shular qancha bo'ldi? 42. Qanchaga berasiz shuni? 42 qimmatda bu. 40 kilo yuki yo'q-ku. Buchi, mana bunichi. Bunisi ham shunday. Bering bir kelishtirib. Bir joyda bo'lsa 4 million. 37 ga bering bitta. 37 bermaymiz. Nimaga? Baqiradimi biroq? Qolmaydi. Qoplaydi. Mana o'zi 35 kilo yuki bor.
Ha, ko'ramiz, hozir obed bo'laversin, olamiz bitta. Biz obedni kutyapmiz. Mana bu tomonda ham bor. Mol ko'p, shoshilmaymiz. Pul topishda o'zi bo'lmaydi-yu. Qo'chqorlar ham zo'r ekan. Qo'ylar qancha bo'pti? Bu qayerga ketyapti? 4 milliondan savdosimi? Bermadingiz. Zo'r savdo berdi. Uyda ham borku, nima ko'rmayapsan? Bilmayman. Sotdim aka. Sotdim aka. Qanchadan ketdi? 3300 mingdan berdi. Bir joyda? Ha, aka, dehqon kirgandan keyin aka befoyda aka. Oha. 3 million 300 dan ketdi bir joyda. Nechta? 15 ta. 15 ta. 10 ta birovga 5 ta. Kimga yana qo'shimcha kerak bo'lsa, telefon nomerlari bor. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Hay tushdimi? 3 million 300 dan. Quyuq suyug'iga bir joyda. Yuraman bugun. Obedgacha bo'lsam bitta mol olaman. Gashti bozorga olaman. Bermaganiga olaman. Qanday? Ishlar zo'rmi? Qo'chqorlar nech puldan? 5 million demang. Yaxshimisiz? Ishlar zo'rmi? Savdosi 4,5 dan. Qancha bo'lsa beramiz endi. Endi 4,5 olovchi yo'q, ketdi. Gashti bo'ldi. Mana bu tomonda bor qo'ylar. Hozir. Mana. Nech pul bo'ldi? Sariq. 8 ga bermay turib. 48 ga? Ha. Ertalab. Ha. Endi qanchaga beramiz? Amak so'rayapti. So'ramayapmiz-da. Katta so'rayapmiz. Nechiga? 4 million. Zo'r. Bunimi? Ha, endi gashti bozorda endi. Havo issiq bo'ldi. Bunisi qancha bo'ldi? Bunisi necha edi? Shunda endi yo'q. Bu hafta bo'ladi. Mana 3,5 bunisi. Ertalab bozor, gashti bozor bo'ldi. Hozir ham bo'lyapti. 4 ga 3,5. Огородni shidiga tayyorlamay. Ya, ishga qilmaymiz. U yoq aytayapti-ku. Telefon Arzi nomerini bo'lsa. so'rab qiziqtirib. Mana ayting. Ayting. Nomer. 99lik Xo'p, 529 xo'sh. 99 78. 9978. Manzil? Manzil? Xo'jaolkan Sherobod. Sherobod, Xo'jaolkan. Aloqaga chiqasizlar. Qancha bo'ldi qo'zilar? Xo'sh. Savdosi-chi? 28 dan bir joyda baho qo'yilyapti. 48 dan ertalab so'rashgan. Hozir endichi? Hali ham oyoqdasiz bo'lmasa. Hali. 47 48 ikkalasi bir joyda. Qo'chqora? Qo'chqor. Vatan kalaba bermaysiz, tog'ay olmayman. Bir pachka puli bor, oladi chalobdi. Beradi. Sizga o'xshab shapka kiyib kelmagan bo'lsa. Mana. Aka, qo'ylar qancha bo'lib qoldi? 5,5 dan kam. Bozor so'radimi? 4,5. Har xil so'radi. Demak, nastreniya yo'q. Badanni ko'ring, badanni. Zo'r. Qo'chqor olindimi? Qancha bo'lib qoldi bu? Qo'chqorlar 5 dan deb turibman. Bozor so'radimi? 42 dan. Bir joyda. Mana 42 43 dan hammasini bir joyda so'rashibdi. Nech puldan aka? Nima sotyapsizlar? Egiz qo'y, egiz bilan qo'y. Ular ikkinchi to'lga tug'yapti o'sha. Egiz, tembola. Egani boy qilaman degan qo'y. Ko'rishlar mumkin. Mana azza qilib yeb o'tiribdi. Qancha bo'ldi? 5,5 so'radi. Berilmadi. 6 kami bormi? 6 bo'lsa beramiz. 6 bo'lsa beramiz. Ikkinchi to'l. Ikkinchi to'l.
Bu kishimchi? Bu 48 bo'ladi. Bir joyda. Mollarni syomka qilishingizni ham bilmaysiz. Qilmasligingizni ham bilmaysiz. Qilsangiz qimmat, qilmasangiz obunachilar xafa bo'ladi. Nima qilish kerak? Qancha qoldi bular? 3 million 800 ming. 35 kilo go'sht chiqmaydi. Yo'q, chiqadi 38 kilo savdosi o'tdi. Bu endi yana yeganiga bog'liq. Qo'lni Qashqadaryoning mollari. Lekin bironta sotilgan. Sotilgan bo'lsa 10% mol sotilgan. Undan qolgani hammasi turibdi. Abed bo'ldi soatimiz. Qanchaga olindi aka? 5,5 million. Aka 52 bo'ldi aka. 11.25. 52. Qo'ylar arzon bo'ldimi, qimmat bo'ldi deysizmi? Qimmatda. Rahmat, o'zingizmisiz? Olaba aka. Assalomu alaykum. Savdosi qancha bo'ldi? 43 million. Ertalab. Bunisi 4 million. Narigi 4, bunisi 43. 42 dan bo'lyapti. 42 dan. Savdolar. Mana, yigit tushiring bor. Qanchadan oldingiz aka? Men bilmayman. Kattalar bilan. Ha, shuni. Umid Rashidov bu qo'ylarni ko'rsating. Ko'rsatdik. Hech pul deyapti ekan. 42 ga 43 deyapti. Umid Rashidov. Samjun qo'chqar dedi-ku, Mana simjunni ko'rsatamiz. Qancha bo'ldi bu? Samjun degan qo'chqar mana shunday bo'ladi. Qancha? 45 bo'lsa beramiz. Ertalab berilmagan. Ertalab berilmagan. Ha, Samjun mana shu. Necha kilo yuki bor? 40 kilodan aşağı, 42 kilolar bor. Bular qanchadan ketdi? 3,5 dan ketdi. Shunda, qo'ylar 3,5 dan ketdi. Qanchadan ketdi? Qaytyapti. Hozir qanchadan qaytyapti? Mana ular qizlarni ko'rsatamiz. Arzon qilib aytaman deyaptilar, ko'ramiz. Mana shu nech pul? O'lsin endi bir kelishtirib ayting. Nasrenani tushirmang. Ha? Istanbul savdosi. Bir joydami? Ha. Necha kilo go'shti bor buni? 27 kilo. Turishi junku. Ozib qolgan. Olgan odam kelaversa semirtirib oladi. Suyagi bor. Voy. Yo'q. Nimaga o'chiraman? Jonli olyapman men. Xalq ko'rsin. Katta savdogar edi. Sigar Angar bozori yana. Bularchi? Bular ham shuni? Ular ham shunday. Bular ham shunday. Ha, bo'ldi. Boqavering, semirtirib olamiz. Angar bozori chiqaramiz, bor. Bo'ldi. Bu hafta chorshanba kuni Angor bozoriga bo'lasizlar. Narxlari ma'qul kelsa. Mana shu 93 777 777 9602. 96 02 mi? Ha. Bu hafta chorshanba Angor mol bozoriga chiqadi. Shularni savdoni. Xo'p, o'rtoqlar, Qo'chqor savdo bo'lyapti. Nech pul so'rayapsiz? 4 dan so'rayapman, 4 dan. 4 milliondan yaxshi so'ralyapti. 5 milliondan kami bor. 4 milliondan hozir so'rab turibdi. 8 dan bo'lsa beramiz. Xo'p, 4 deyapti, 4 so'rayapti. 4 million 800 dan so'rab turibdi. Qanchadan bo'ldi? 2 milliondan so'rayapti. Bir joyda. Urg'ochimi? 3 ta urg'och, bitta qo'chqor. 3 ta urg'ochi, bitta qo'chqor 2 milliondan so'rashyapti. Bularchi? 2,5 dan so'rayapti. Qancha? 2,5 dan. 29 dan deyapti. Qo'chqormi? Urg'ochi. Angorning qo'ylari. 2,5 dan savdolari bo'lib turibdi. Momaga salom yo'llang. Salom, salom, hammaga salom. Moma bilan tomosha qiladi endi bo'ldi.